Yana bitta çağırınızda ne çırayızlar? Çok güzel. Hey! Çok
qara ichkariga. Ana kızların bariga pul beryapti. Menda bezman. Nega aytdingiz? Bu. Hammaga berib qo'ying. Menda bezman. Vah. Qalay? Kirdi ichkariga mehmon. Qanday ichkariga? Unga bezman. Menda bezman. Şu kılgan xeyirlerini Allah'tan razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Rahmet. Alın zaten. Büyük çıktı mı? Ha ben öyle biraz Hareket kalan mı? Allah kapçılığı var aksız şu somakta. Başa bir yapıyor. Kendi peşinde. Ha? teşekkür ederim. Ha? Çocuk. Teşekkür ederim. Ya da bir çok iyi. Çocuk. Birazdan kelar. Sen gapiraversin. Hozir bitta gapiring yaxshi. Ay, qolsani esdalik. Bismillahirrahmanirrahim. Ana biz sizlar şu do'stimizni Olibomonni farzandlarini uyda o'tiribmiz, barchamizni chaqirgan. Endi bir narsaki shu qaysi inson agar chaqirgan bo'lsa, biz payg'ambarning sunnatini joyiga keltirib keldi. Albatta ijobiy da'vat mo'min birodar mo'min haqida joyiga keltirgan inson bo'ladi. Albatta mana shu sunnat to'g'ri kelibmiz. Albatta Xudo taolodan so'raymiz, Xudodan shu farzandini uzoq umr bersa, hamisha shu xonadonlarda fayz va barakot bo'lsa, albatta barchamiz shu musofirlarga bo'lamiz. Eng muhimi shuki, Xudo taolo biz bilan shu uydan chiqqandan keyin inson hamisha nima bo'lishi kerak, hamisha bola chaqa, ota-onalarni ham esdan chiqarmash kerak. Albatta hamisha qayerda bo'lsangiz, hamisha ularni ham o'ylash kerak, na tanho o'zini o'ylash kerak. Albatta musofirda inson yurgan inson hamisha ota-onani esdan chiqarmashi. Ba'zi insonlar borki, uydan chiqadi, xotin bola chaqalarni esdan chiqarib, albatta ularni ham yodlamaydi. Lekin hamisha inson imonlik inson, kuchlik imonlik inson hamisha nima bo'ladi? Hamisha shu kattalarni eslamaydi. Mana biz chaqirgan shu sunnat to'yini qilyapmiz. Albatta Allohdan
Umeydimiz var ki şu hayırlı ehsanlarını Allah dergahında kabul kılsa. Hemşe Allah'tan süremiz, hemşe hem barçımız şu misafirler, müminlerine bulunan Osmanlı'da sağlısı, hemşe ümmetine şu misafirde şu farzanlarda sünnet kılyatını elbette bunu şükür kılış gerekir. Bu yüzden bu mesela kıyafetler bu mesela elbette kıyafetçi şu galadayan bulsa hemşe urf avlatlarımızı isten çıkarmazsan ile hemşe kılavandan süremiz kılavan şu ülkemizde Allah subhanahu sağlısı hemşe uyumda okucanın fayzı barakat bulsa hemşe arzu havasınca Allah'ım seni yetkizler. Albatta qaran ki şu aka-ukalar siyli rahm qilib şu uzaqdan mana mehmonlar kelyapti, mana Tojikistondan kelgan, Rossiyadan kelgan, O'zbekistondan keldi. U hammasi nimadan bo'ladi? Hammasi siyli rahmdan bo'ladi. Nima uchun izzat va ehtirom bo'ladi. Albatta hamisha inson qancha agar siyli rahm qilsa, Allohga ham bu yoqadi. Hamisha harakat qilish kerak. Nima qilish kerak? Hamisha insonni qadriga yetish kerak. Agar mana shular qadriga yetmaganda ular kelmasada albatta insonda bir qadr zalol qiymati borki shular keldi shu yerga. Albatta hamisha Allohdan so'raymiz Xudovan hamisha hammamizni Xudovan shu yaxshi kunlarga yetkazsa, hamisha Allohdan so'raymiz yorlarimiz tinch bo'lsa, hamisha Allohdan so'raymiz hammamizni Alloh subhanahu taolasi ana shu ukimizning uyida Xudovan fayz va barakat tinchlik olsin Allohdan so'raymiz. Xudovan shu qilgan xayr ehsoningizni dargohida qabul qilsa, shu farzandingizni Xudovan uzoq umr bersa, hamisha Allohdan so'raymiz ham dinimizda, ham davlatimizda eng katta insonlar bo'lsa, albatta orzu havasingizga Xudovan shu kunlarda yetib, yana orzu havasingizga Xudovan katta bo'lib, yana kelin olish, yana uyingizda to'y tomosha bo'lsa, Allohdan so'raymiz. Barchamizni Alloh o'z panohida saqlasin. Endi oxirida duo qilamiz. Allohumma ighfirlana va lil ikhwanillazina sabaquna bil iman va la tajal fi qulubina ghayra lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Alloh taolo shu xayr ehsoningizni Alloh dargohida qabul qilsa, hamisha Allohdan so'raymiz. Xudovan hamisha Allohdan so'raymiz. Xudovan hammamizni yaxshi ko'radi. Alloh akbar. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Rahmat, xush kelibsizlar. Qara olib o'tiringizlar. O'tiringizlar. Menga qarabsizlar. Tabii yaxshisi tez-tez Kechaman serchaman. Nima qilasiz? Buni ertaga lozim. Qanday durust harakat qilasiz? Bo'ylar qanday yaxshi bo'ylar rahmat. Qani olib o'tiringizlar. Olingizlar, olib o'tiringizlar. Ceylan tamam oturuyoruz değil mi? Yaş kapalı. Yaş kapalı. Ha? Oğlum. Bunlar kaçta Adanaga mindet toy, toydum
Lay olmayan halkımız tinch bolsun, halamiz qutum bolsun, rizqi nasibasi ulug' bolsun, yuzlari yorug' bolsun. Shu o'tirgan bandalarning ham umri uzoq, so'zi yorug' bolsun. To'y tomosha o'yin kulki xursandchilik bolsun. To'yda to'yi bolsun, chumalida qo'yi bolsun, umri uzoq bolsun, juda yorug' bolsun. Havlus to'la uzun bolsun, umrlari uzun bolsun bolalarning. Kasas to'la qattiq bolsun, martabasi ortiq bolsun, yuzlari yorug' bolsun, do'stlar dushmanga qo'rqmasin. Bolajonlarim yaxshi xizmatkor bo'lsin, xalqqa osh, tuz, non beruvchi insonlardan bo'lsin, yurtimiz eson bo'lsin. Musafir yurtda yurganlarni ham eson-omon xalqimiz asrab o'zi avvalgam asrasin. Xudoyim o'ziga Qutlu bo'lsin sundat to'y, qutlu bo'lsin sundat to'y. Olun atqa mingizu, ata-onaga mindat to'y. To'ydim o'tin, alovlatib birlab qo'y. Şu hamisha inson qaysi holatda bo'lsa, musofirda yurasizmi, hamisha namoz o'qinglar. İnşallah ishlaringizga Xudovan baraka beradi, pullaringizga baraka beradi. Hamisha hamma balolardan saqlaydi. Nima uchunki hamisha ertalardan turasiz, bomdod namozni o'qidingizni albatta duo qilib, Parvardigor meni ishlarimga baraka ber.
ey Parvardigor shu balolardan meni saqlab degandan keyin Alloh taolo aytadi, bu bandan dedi mendan so'rab men qanday o'qib bermayman. Qaraysa ham ishingiz baraka beradi, ham o'zingizni hamma balolardan saqlaydi. Hamisha insonni Alloh taolo biz sizlarni ta'kid qiladi. Farzandi odamni hamisha namoz o'qiydi. Shuning uchun hamisha namoz insonni to'g'ri yo'lga, toat va zakot, hamisha agar pul molingiz yetgan bo'lsa, hamisha zakotni bering aytyapti. Nima uchunki mol zakot, pul molingiz zakot yetgandan keyin puli molingiz halol bo'ladi, ham barakali bo'ladi. Va arka ummaroga hamisha namoz o'qinglar bilan birga bo'ling deb Alloh taolo bizlarga ta'kidladi. Shuning uchun shu kunimiz qaniki shu jamimiz musofirlarda yuradi. Qaysi sola shu uyda ham bo'lsangiz namozdan hech bir namozni qazo qilmanglar. Yoki ishda bo'lasiz, kech bo'ldi, vaqtingiz bo'lmadi, misol yo ustuvoshingiz benamoz bo'ldimi? Qaysi holatda keling, shu tahorat qiling, g'usl qiling, shu namozni, qazo namozlarini ham o'qing. Nima uchunki, agar darajasi ham past bo'lganda ham, lekin Allohning oldida harakat qiling, hamisha Parvardigorim, men bu namozimni qazo qildim, vaqtini o'tkazdim. Endi shuni mendan dargohda qabul qilib, qiyomat kunida menda soy bo'lmasa deb duo qilsangiz, inshaalloh Alloh taolo shu namozlarni vaqtlari agar bo'lsa, vaqtingiz bu nima bo'lmadimi yoki misol nima bo'lmadi, shu ish paytida nimalardan bo'ldimi, bir sababi, nima uchunki namozni sabab bilan izoh qazo qiladi. Besabab agar u gunohkor bo'ladi. Nima uchunki nima vaqti bo'ldi, misol nima qildi? Shu namoz vaqti keldi, dunyolikni gapirdi. Vaqti namoz keldi, borib bir joyda boshqa ishlarni so'rab qaraychi, misol agar bir joyda siz borib agar sizni bitta kattasizni ishlatsa, albatta u sizga nima beradi? Sizga prikaz beradi, farmon beradi, mana shu ishni qilasan. Mana bu namoz ham Allohning farmoni bo'ladi. Shuning uchun hamisha harakat qilaylik, mana shu joy namozlarni olgandan keyin mana bu ukamizga ham keyin savob katta tegardiki, shu joy namozini. Mana tanho bu endi joy namozini olib bordik, keyin o yoqqa tashlaymiz. Keyin agar lekin hamisha har holatda bo'lmasa, namozni o'qish bo'ynimizda bu farz ham qalbimiz uchun rahmatchi shuncha. Endi agar nima bo'lsa, kelsin bir duo qilamiz. Yana o'tirganlar o'tiradi. Omon qilar ekan bir duo bilan kelsin. Kengizlar. Kiringizlar. Shuni maqsadlar. Rahmat okajonim. İnson ham har amalni qilgandan keyin Alloh taolo insonni betiga qaramaydi, qalbiga qaraydi. Hamisha qalbingiz qanday payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam innamal a'malu binniyat, hamma amallaringiz niyatingiz muvofiq. Alloh taolo ana shu qalbiga qaraydi. Qalbi qarab, ana shu niyatingizga muvofiq. Alloh taolo o'z kalomida bizlarga aytgan, har inson agar xayr va shar, qaysi inson agar o'ziga yaxshi ishni qilgan bo'lsa, shu muvofiq mana shunga savobni oladi. Agar gunoh qilgan bo'lsa, shu o'z gunohiga hamisha shu musofirlarga eng ulug'i shu bo'ladiki, mana shu yaxshi kunlarga, yaxshi ishlarga hammamizni Xudovan muvaffaq qilsin, shu ukamiz qilgan xayrlarni dargohida qabul bo'lsa. Ilohi Parvardigor hamisha Allohdan so'ra hammamiz musofirlarda yuribmiz. Alloh taolo barchamizni Xudovan yana uylarga qaytishni Allohdan so'raymiz. Ki hammamiz sog' va salomat bir umr bilan kelgandan keyin yana bu shu yaxshi niyatlar, yaxshi mukofotlarni Alloh hamisha halol mehnati bilan yana farzand va ota-onalarni vatanga borishni hammamizni Xudovan muyassar qilsa, mana shu ukamizga Xudovan uzoq umr bersa, tinch sihat bersa, mana shu farzandini Xudovan uzoq umr bersa, hamisha yana katta bo'lsa, ham dinimizda, ham davlatimizda eng katta insonlar bo'lsa, orzu havasingizga Allohim sizlarni yetsin. Endi oxirida bir duo qilamiz Xudovan. Nima uchun biz shuncha tanovul qildik, shuncha yedik, lekin qarang biz sizlarni qornimiz to'ydi, lekin o'tganlarimiz hamisha ular shu farzand bir oyat Qur'on bo'lsa, shu ularning ruhlari shod bo'lsa deb shunday umidvor bo'ladi. Endi vaqtlaringizni ko'p olmayman, bir Qur'onning oyatlarini o'qib duo qilamizki, Xudovan o'tganlarning ham ruhlari shod bo'lsa, barchamiz ham farzandlardan rozi bo'lamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. إن
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم زينا بزينة الإيمان وأشرفنا بهداية القرآن وأكرمنا بشرافة القرآن اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين Perverdigar acizane o'z dargohida Xudoban qo'llarimizni ko'tarib duo qilamiz Xudoban shu akamiz qilgan xayri ihsoni Alloh o'z dargohida ijobat qilsa qiyomat kunida sohibimiz shu sunnat o'qilayotib farzandini Xudoban uzoq umr bersa shu qilgan xayri ihsonlarni Allohim o'z dargohida ijobat qilib Parvardigor hamisha shu xonadonda fayz va barakat tinch osoyish Alloh o'z dargohidan so'raymiz Xudoban barchamiz shu shaharlarda yuribmiz ilohiy parvari hammamizni Xudoban Alloh o'z panohida saqlasin sog' va salomat farzand ota-onalarga qaytishni Allohdan so'raymiz ishlarimizga Xudoban baraka bersin tinchlik osoyish hamisha diyorlarimiz tinch bo'lsa ilohiy parvardigor barchamizni Xudoban ishlarimizga Xudobandan so'raymiz hamisha birlik va hamda sharri shayton sifati shaytonlardan ilohiy Xudoban o'z panohida saqlasin parvardigor hammamizni Xudoban yana Allohdan so'raymiz uyga qaytishni Allohdan so'raymiz ilohiy parvar shu ukamizni Xudoban shu xayr ehson dargohida qabul qilsa hamisha uyingizda fayz va barakat tinch osoyish ilohiy parvardigor ukajonim orzu havasini Allohim senga yetkazsin qilgan xayringni Alloh dargohida qil رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا ربنا اغفر لنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صلى على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين Şu ülkemizlerden Xudoban umurları uzaqda rızkları rıvan qılsın. İlahi parvar hamisha Allah'dan sonra hamisha arzu havaslarını Xudoban sizlarni yetkizsin. Şu xizmat qilgan bolalarga Xudoban Allah uzaq umur bersa, tinch sihat bersa, barchamizni Allah o'z panasida saqlasin. Hamisha hammamizni Allah hamisha yaxshi kunlar Allah. Shukr sizlar. Oyuncuğa takip ettim. Ha işte. Aşağı ki. Hazır hazır. Çok güzel. Küçük yan bana. Küçük yan.
Yaxshi niyatlarman inshaalloh. Chalmas qolmasin yigitlar. Keyin edi. Shu yerda. Qarasi kegindiga. Xabar olib qo'ydingmi? Hozir akligimdan aka qaytib ko'raman. Yoshlar qaytib qo'ydi. Kim? Jetdi bu yoqda. Ominli bormi? Yaxshi niyatlarman mana. Savod o'qmasin, sunnat turiblar. Mana shuni bu qo'lga Haziga keldi. Hozir kelmi? Hajiga kim? Kim? Onun safatlarga asoslanib, qarbanlarni ishlar oldidan qo'l yoqdilar, yaxshiliklar va insonlar o'z vataniga sog' salomatlik Hacı Barak'ta çıkmarsız. Hapazda. Hayır. Ya hakkınız yer yaş korun. Kepeki bana kadar. O'tgan safar to'p kiyib ko'rganmiz, zamon o'tdi. Hammasini olib qolaverasizmi? Bizlarga qolsin-da, bizga bir gapiring. Hacı bitta duo qiling. Yo'q, ham odamlar ko'p qoladi. Sizdan bo'lsin. Yeb o'tiraverasizlar. Bitta quloq. Amin. Subhanahu taolo shu niyatlarni daryolarni qabul qilsin. Shu nevaramiz ham katta yigitlardan bo'lib, tanasiga xizmat qilib, ummatimizin Alloh ko'zi ko'rmagan insonlarga bo'lib yetishsin. Xalqda nomlari qolsin, ota-onasini ota-onalarini yuzlari bo'lmasin. Yaxshi vaqt insonlarni o'ylasin. Shunday shunday boshimiz qo'shilib, bir-birga yursak ham mana shu yigitlarni bir-birimizni oqibat qochmasin. Robbana atina fid dunya hasanatan va qina azoban nar. Avvostirmiz. Ay omen, xalqimiz tinchimiz, afsonas bilan shu ko'pdan xatarda Xudo parvardigor osmonimizni sotib qo'ysin. Yaxshiga yanaştirib, yomondan adashtirsin. Kasas to'la qattiq bo'lsin, martabalari ortiq bo'lsin, hovlisi to'la uzun bo'lsin, umrlari uzun bo'lsin. To'ytobadek to'yi bo'lsin, chumaladek qo'yi bo'lsin. Shu bolajonlarim umri uzoq bo'lsin, nasibasi ulug' bo'lsin. Xalqqa osh non beruvchi insonlar bo'lsin. Amin. Yana uylar to'ylarni ko'raylik. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. İnna enzelnâhu fil leyletil kadr ve mâ edrâkum leyletul kadr. Leyletul kadr hayrun min alfi şehr. Tenazzalul melâiketu ve ruhu fîhâ rabbukum min kulli amr. Salamun hiye hattâ matla'il fecr. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allahu ehad Allahu samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allahu ehad Allahu samad. Yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu birabbil falaq min şerri ma khalaq. Şerri ghasiqin idha waqab min şerri nafasat min şerri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min waswasil nas, allazî yuwaswisu nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahu azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Tilavet konuşarak Allah. Çok sağ olun.
اللهم اغفر والوالدي والسوء والجميل والمسلمين والمسلمات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه الله Şattığımdı aytıp elge jar salar